Karra jadvalini hali ham qayta va qayta takrorlash usuli orqali bolaga o'rgatasizmi? Keling, men sizga qulay usullar haqida gapirib o'taman. Umuman olganda, karra jadvalini juda ko'p o'quvchilar 5 karagacha oson, xotirjam yod olishadi. Va yana 7 kara, 8 karalarda ham 7 kara 5, 8 kara 5largacha oson yod olishadi. Chunki 7 kara 4, 4 kara 7 degani. 4 karani bilgan o'quvchi 7 kara 4 ni ham bilishi oson bo'ladi. Ko'pchilik qiynalgan joyi 6 kara 6 dan yuqorisi, 7 kara 6 dan yuqorisi va hokazo 9 kara 6 dan yuqorisigacha. Keling, shuni oson usullar haqida gaplashib o'tamiz. Uning uchun bizga 10 ta barmoq kerak bo'ladi. Bu 6, bu barmoqlarimiz 7, 8 vazifasini, bu 9, bu 10 vazifasini bajaradi. Keling, uni misollarda ko'ramiz. Dastlab 7 kara 8 ni ko'rib chiqamiz. Uning uchun chap qo'limda 7 ni hosil qilaman. 6, 7. Bu qo'limda 8 ni hosil qilaman. 6, 7, 8. Bu 7, bu 8. Demak, yotganlarni bir-biriga qo'shaman. 5 tik turganlarni bir-biriga ko'paytiraman. 6 birlashtirsam 56. Yana bir misol tariqasida 6 kara 9 toplaydigan bo'lsak, chap qo'limda tushirsam bu 6, bu qo'limda 9 hosil qilish uchun 6, 7, 8, 9. Demak, yotganlarni nima qilaman? Qo'shaman bir-biriga. 5 bo'ldi, turganlarni bir-biriga ko'paytiraman 4. Birlashtirib qo'ysam 54 hosil bo'lib qoladi.